Xiao Yong ortiqcha gapni cho'zmay, muhandisga keraksiz savollar bermasligini aytdi. U faqat bitta narsani bilmoqchi edi. Loyiha 1 oy ichida tayyor bo'ladimi? Muhandis boshini chayqab, buning deyarli imkonsizligini aytdi. Bunga juda ko'p qo'shimcha ishchi kuchi va katta mablag' kerak bo'lardi. Xiao Yong esa qat'iy ohangda buning iloji borligini, faqat jarayonni tezlashtirish uchun qancha kerak bo'lsa, shuncha pul to'lashga tayyor ekanini aytdi. Muhandis hisob-kitob qilib, buning uchun kamida yana 20 million kerakligini, shundan 5 millionini oldindan to'lash lozimligini tushuntirdi. Xiao Yong hech ikkilanmay rozi bo'ldi. Pulni o'sha kunning o'zida o'tkazishini va to'lov masalasida hech qanday muammo bo'lmasligini kafolatladi. Hatto agar to'lay olmasa, pudratchi yerning o'zini kompensatsiya sifatida olib qolishi mumkinligini ham aytdi. Shartnoma yakunlanayotgan paytda kutilmaganda shu yer qurilish maydoniga kelib qoldi. U o'zini Xiao Yongning bagriga otib, go'yoki undan xavotir olayotgandek rol o'ynadi. Xiao Yong esa ichida xo'rsinib qo'ydi. Endi apokalipsisga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda yana bitta parazitdan qutulishiga to'g'ri kelardi. Aslida shu yer dugonasiga xiyonat qilib, Xiao Yongni o'ziga rom etish, uning boyligi va mulkini qo'lga kiritishni rejalashtirayotgan edi. Xiao Yong undan bu yerga nima uchun kelganini so'radi. Shu yer esa atrofga hayrat bilan qarab, yer juda chiroyli ekanini aytdi va u bu yerga hashamatli villa qurmoqchimi, deb so'radi. Xiao Yong jiddiy ohangda uni chetga surib, bu ish unga mutlaqo aloqador emasligini aytdi. Shu yer hayron bo'lib qoldi. Axir odatda Xiao Yongga shunchaki teginsa ham u uyalib ketardi. Bugun esa hech ikkilanmay uni rad etayotgan edi. Xiao Yong unga umuman e'tibor bermay, ishchilar tomon yurib ketdi va qurilish ishlariga yordam bera boshladi. Shu yer esa ichida bu oltin imkoniyatni qo'ldan boy bermaslikka qasam ichdi. Uning nazarida Kuking allaqachon o'z imkoniyatini yo'qotgan edi. Endi esa bu yer va Xiao Yongning boyligini o'zi qo'lga kiritish kerak edi. Bir muddat o'tib, Xiao Yong uyga qaytdi. U bankdan kredit olgan va qurilishni tezlashtirish uchun pulning katta qismini oldindan to'lab ham bo'lgandi. Ammo u hali ham 1 yillik oziq-ovqat va boshqa zarur zaxiralarni yegish uchun juda ko'p pul kerakligini yaxshi bilardi. Shu payt uning xayoliga muhim bir fikr keldi. Apokalipsis boshlanishiga oz vaqt qolgan ekan, yashab turgan kvartirasini sotib, qo'shimcha mablag' yegishi mumkin edi. U shu rejani amalga oshirishga qaror qildi. Oradan ko'p o'tmay eshik taqilladi. Eshik ortida shu binoda yashaydigan keksa qo'shnisi turardi. Xiao Yong bu cholning ancha puli borligini va anchadan beri uning kvartirasini sotib olishni xohlayotganini yaxshi bilardi. Chol esa uni arzon narxda sotishga majbur qilish uchun doim turli bahonalar bilan janjal chiqarardi. Ba'zan axlatni noto'g'ri joyga tashlaganlikda ayblar, ba'zan esa bo'lmagan ayblarni ham uning bo'yniga qo'yardi. Bu safar ham u janjalni boshlab, Xiao Yongni kecha-tunda klublarda ichib yurganlikda aybladi. Xiao Yong kulimsirab, cholning qarilikdan esa aynib qolgan ko'rinadi, dedi. Chunki u kecha juda erta uxlaganini aytdi. Hatto tashqariga chiqqan taqdirida ham bu cholning ishi emasligini qo'shib qo'ydi. So'ng undan to'g'ridan-to'g'ri so'radi. Sen bularning hammasini faqat mening kvartiramni sotib olish uchun qilyapsanmi? Chol qiziqish bildirganidan so'ng Xiao Yong kvartirani sotishga rozi bo'ldi. Ammo uning bitta sharti bor edi. U yangi uyi bitguncha yana 6 oy shu kvartirada yashashda davom etadi va buning evaziga 5 millionni oldindan to'lashlari kerak edi. U bu shartlarsiz hech qanday kelishuv bo'lmasligini aniq aytdi. Chol avvaliga istamadi, ammo oxiri rozi bo'lib, shartnomani imzoladi. Ketayotib keyin afsuslanib yurmagin, deb Xiao Yongni ogohlantirdi. Xiao Yong esa ichida kulib qo'ydi. U o'yladiki, apokalipsis boshlanganda bu chol aynan shu yerda olimini kutib qoladi, o'zi esa rejalarni bemalol amalga oshiradi. Shu tariqa Xiao Yong jami 8 million pul yig'ishga muvaffaq bo'ldi. Shundan 3 millioni bank kreditidan, yana 5 millioni esa kvartirani sotishdan kelgan edi. Endi qo'lida mablag' bor ekan, navbat 1 yillik oziq-ovqat va boshqa zarur zaxiralarni yig'ishga kelganini bilardi. Shu paytda tizim ham unga birinchi vazifani, yer maydonini qo'lga kiritganligi uchun mukofot berdi. Vaqtni boy bermasdan, Xiao Yong supermarketga yo'l oldi va imkon qadar ko'proq mahsulot xarid qila boshladi. U birin-ketin aravalarni turli mahsulotlar bilan to'ldirib, kassaga olib bordi.
Xarid qilgan narsalari shu qadar ko'p ediki, do'kondagi hamma unga hayrat bilan qaray boshladi. Ba'zilar hatto u dunyoning oxiri yaqinlashayotgani haqidagi mishmishlarga ishonib qolgan shekilli deb pichirlashardi. Oxir-oqibat u bu vazifani ham muvaffaqiyatli yakunladi va tizimdan yana 10 ball oldi. U apokalipsis davrida kuchliroq bo'lish juda muhimligini bilardi. Shu payt uning yodiga 10 ball turadigan bosh qahramon qutisi tushdi. Hech ikkilanmay uni sotib oldi. Mukofot sifatida u bir darajali fazoviy uzukni qo'lga kiritdi. Bu uzuk ichida 500 kvadrat metrlik maxsus fazo mavjud edi. U yerga istalgan narsani saqlash mumkin edi. Eng muhimi, vaqt u yerda deyarli ta'sir qilmasdi. Oziq-ovqat buzilmas, muzlatilgan mahsulotlar erimas va barcha buyumlar cheksiz muddat davomida oz holicha saqlanib qolardi. Xiao Yong buni olishi mumkin bo'lgan eng foydali mukofot deb hisobladi. Shundan so'ng tizim unga yangi vazifani chiqardi. Endi u 10 yilga yetadigan zaxira to'plashi kerak edi. Bu vazifaning mukofoti esa 20 ball edi. Aynan shu paytda do'kon menejeri Yang Tao kelib, "Kim muammo chiqaryapti?" deb so'radi. Xiao Yongni ko'rishi bilan uni darrov tanidi. Xiao Yong ham uni esladi. Ikkalasi bir maktabda o'qigan edi. Yang Tao o'sha paytda boshqalarni bezorilik qilib yuradigan to'daning a'zosi bo'lgan. Ular maktab davrida bir necha bor mushtlashgan ham edi. Xiao Yong o'yladi, o'sha payt ham undan qo'rqmaganman, hozir ham qo'rqmayman. Yang Tao unga barcha mahsulotlarni javonlarga qaytarishni buyurdi. Agar muammo chiqarishda davom etsa, politsiya chaqirilishini aytdi. Xiao Yong esa kulib, "Hali ham o'zimizni maktabdamiz deb o'ylaysanmi?" dedi. U bu yerga janjal qilish uchun emas, xarid qilish uchun kelganini aytdi. Yang Tao esa buncha mahsulotning pulini to'lashga uning qurbi yetishiga ishonmasligini bildirdi. Kassirlar barcha mahsulotlarni birma-bir skanerlash uchun 1 soatdan ortiq vaqt sarflashdi. Yakuniy hisob 56,884 ga chiqdi. Yang Tao darhol to'lov qilishni talab qildi. Xiao Yong esa xotirjamlik bilan bank kartasini terminalga tekkizdi va pulni bir urinishdayoq to'lab, haqiqatan ham buning uddasidan chiqa olishini isbotladi. Yang Tao indamay ketmoqchi bo'lganida, Xiao Yong uni to'xtatdi. "Avval mendan uzr so'raysan", dedi u. Yang Tao uzr so'rashni istamadi. U Xiao Yongga uning yaxshiligidan foydalanmasligini aytdi. Ammo do'kondagi boshqa xaridorlar bu holatni telefonlariga videoga ola boshlashdi. Ular Yang Tao hech qanday sababsiz qo'pol muomala qilganini va albatta uzr so'rashi kerakligini aytishdi. Shunda Xiao Yong shunday dedi: "Agar mendan uzr so'rasang, hozirgidan ham 10 baravar ko'proq mahsulot sotib olaman." Buni eshitgan Yang Tao noiloj boshini egib, Xiao Yongdan uzr so'radi. Xiao Yong esa unga kelajakda bunchalik mas'uliyatsiz bo'lmasligini va hech qachon odamlarni tashqi ko'rinishiga qarab baholamasligini aytdi. Shundan keyin Yang Tao nega buncha ko'p mahsulot sotib olayotganini so'radi. Xiao Yong esa xotirjam javob berdi: "Bu seni ishing emas. Men shunchaki katta zaxira tayyorlayapman." Yang Tao vaziyatni yumshatishga urinib, ularning do'kondagi mahsulotlar bunday katta zaxira uchun yetmasligini aytdi. Xiao Yong undan ko'proq mahsulot sotib olish mumkin bo'lgan joyni biladimi, deb so'radi. Yang Tao bunday joy borligini aytdi. U Sheng Zhao ismli ulgurji savdogarni eslatib, u juda katta hajmdagi mahsulotlarni sotishini tushuntirdi. Oradan ko'p o'tmay Yang Tao qaytib kelib, Xiao Yong uchun yirik yetkazib beruvchini topganini aytdi. Xiao Yong ichida kulib qo'ydi. Yang Tao hanuz o'zgarmagan edi. Komissiyasi uchun yuguradigan laganbardorlikcha qolgan. U Sheng Zhao ham ehtimol navbatdagi bezori yoki jinoyatchilardan biri bo'lsa kerak, deb o'yladi. Ammo Xiao Yong uchun buning ahamiyati yo'q edi. Asosiysi, kerakli mahsulotlarni topib zaxira qilish edi. Bir ozdan keyin ular ulkan omborga yetib kelishdi. Ombor turli mahsulotlarga liq to'la edi. Shu payt Sheng Zhao mashinasini juda tez haydab kelib, sal qolsa Yang Taoning og'zini urib yuboray dedi. Xiao Yong uning dabdabali mashina haydash uslubini va qimmatbaho kiyimlarini ko'rib, ichida kinoya bilan: "Ha, juda odobli yigitga o'xshaydi", deb o'yladi. Sheng Zhao sigaret chekib kelar, tutunni ataylab ularning yuziga puflar edi. U Yang Taodan: "Ana shu sen aytgan katta mijozmi?" deb so'radi. Yang Tao bosh irgab, bu Xiao Yong ekanini va ular maktabdan beri tanish ekanini aytdi.
Sheng Zhao go'yoki uni eslagandek bo'ldi. Keyin yana ataylab Hao Yongning yuziga tutun pufladi. U maktabda ham ancha qo'rqmas bola bo'lganini aytib, keyin ustidagi kiyimlarga qarab masxara qildi. Bu kiyimlaring soxtamasmi? Men o'zini boy qilib ko'rsatadigan odamlarni yomon ko'raman, dedi u. Hao Yongning sabri tugay boshladi. U sovuqqonlik bilan: Men bu yerga janjal qilish uchun emas, mahsulot sotib olish uchun kelganman. Shu mavzuda gaplashsak bo'ladi, dedi. Ammo Sheng Zhao tinchimadi. U Yang Taoga yuzlanib: Rostdan ham shu sen aytgan katta mijozmi? Yo meni bekorga ovora qildingmi? Deb baqirdi. Yang Tao vaziyatni tinchlantirishga urinib, Hao Yongning haqiqatan ham katta xarid qilishga qurbi yetishini aytdi. Lekin savdoda tajribali Sheng Zhao o'zini juda aqlli sanardi. U haqiqiy xaridorni soxtasidan darrov ajrata olishini aytdi. Hao Yong esa ichida kuldi. Hatto Sheng Zhao kabi mayda bezori ham uni jiddiy qabul qilmayotgan ekan. Shu payt Sheng Zhao Hao Yongning yoqasidan ushlab oldi va undan o'ziga hurmat ko'rsatishni talab qildi. Hao Yong esa mutlaqo xotirjam holda uni masxara qilib: Sen oddiygina arzimas mayda bezorisan, xolos, dedi. Sheng Zhao haqoratni eshitishi bilan gazabdan portladi. U Yang Taoni chetga itarib yubordi va Hao Yong bilan jiddiy gaplashib olish kerakligini aytdi. So'ng Hao Yongni qo'rqitishga urinib: Agar xarid qilmoqchi bo'lmasang, boshingga balo orttirasan, dedi. Hao Yong esa xotirjam javob berdi: Avval o'zing ustingdagi soxta brend kurtkangni yechib, bank hisobingdagi pulni tekshirib ko'r. Sheng Zhao Hao Yongning bitta supermarketning o'zida milliondan ortiq pul sarflaganini bilgach, hayratda qoldi. Shunda Hao Yong bu yerga hazillashish uchun kelmaganini aniq aytdi. U istasa hoziroq 5 millionni o'tkazib bera olishini, ammo evaziga haqiqiy sifatli mahsulotlar va ularni uygacha olib boradigan yuk mashinasi kerakligini tushuntirdi. Sheng Zhao undan qanday mahsulotlar kerakligini so'radi. Hao Yong unga guruch, o'simlik yog'i, tuz, ichimliklar va uzoq muddat saqlanadigan har qanday oziq-ovqat kerakligini aytdi. Buni eshitgan Sheng Zhao ichida juda xursand bo'ldi. U bugun omad kulib boqdi, deb o'yladi. Chunki u omborida qolib ketgan, yaroqlilik muddati tugashiga oz qolgan mahsulotlarni ham Hao Yongga tiqishtirib yuborishni rejalashtirdi. Bir ozdan keyin ular ulkan ombor ichida mahsulotlarni ko'ra boshlashdi. Sheng Zhao katta xarid uchun 10% chegirma berishini aytdi. Ammo Hao Yong barcha mahsulotlarni sinchiklab tekshirib chiqdi. Shunda u ko'plab mahsulotlarning yaroqlilik muddati allaqachon o'tib ketganini payqadi. U narx mahsulot sifatiga qarab belgilanishini aytib, uni aldashmoqchi bo'lishganidan jahli chiqdi. Sheng Zhao o'zini oqlashga urinib, muddati o'tgan mahsulotlarni 50% chegirma bilan berishini taklif qildi. Ammo Hao Yong qat'iy javob berdi: Men axlat uchun pul to'lamayman. U barcha 5 millionni faqat sifatli mahsulotlarga sarflashini aytdi. Shunga qaramay, u muddati o'tgan mahsulotlarni ham olib ketishini qo'shimcha qildi. Faqat ularning pulini keyingi oy to'lashini aytdi. Sheng Zhao bundan shubhalanib: Senga muddati o'tgan mahsulotlar nima uchun kerak? deb so'radi. Hao Yong esa odatdagidek sovuqqon javob berdi: Bu seni ishing emas. Ichida esa shunday o'yladi: Yaqin kunlarda yaroqlilik muddati tugagan yoki tugash arafasidagi oziq-ovqat ham oltindan qimmat bo'ladi. Sheng Zhao buning ma'nosini tushuntirishni talab qilganda, Hao Yong uni to'xtatdi. Ko'p savol berma. Men manzilni yuboraman, sen esa o'z ishingni qil, dedi. Shu payt Hao Yongga yana bir ish yuzasidan qo'ng'iroq bo'ldi. U o'zini tobora katta tadbirkordek his qila boshlagandi. Shuning uchun Sheng Zhaoga hamma ishni o'zi hal qilishni aytib, boshqa muhim ishlari borligini bildirib ketdi. U ketishi bilan Yang Tao Sheng Zhaoga qarab: Haqiqatan ham juda katta mijoz ekan, dedi. Sheng Zhao ham bunga qo'shildi. Ammo u haligacha Hao Yong qanday qilib bunchalik qisqa vaqt ichida boyib ketganini tushuna olmayotganini tan oldi. Oradan yana bir muddat o'tgach, Hao Yong yana bir savdo shartnomasini tuzayotgan edi. Qizigi shundaki, u avval bezori cholga sotgan o'sha kvartirani yana boshqa xaridorga sotayotgan edi. Yangi xaridor 3 oy kutishga rozi bo'lib, oldindan 400 ming miqdorida to'lov ham qildi. Shartnomani imzolayotgan paytda Hao Yong xaridorning juda shoshayotganini sezdi va buning sababini so'radi.
Xaridor esa nabirasi boshqa maktabga o'tayotgani uchun zudlik bilan uy kerakligini tushuntirdi. Salom hammaga jigarlarim, sal obunayam bob turlari oldin birta videodan 200-300 talab obuna bosadiganlar bo'lardi. Endichi bundan oldingi videodan 20 ta odam obuna bo'ldi. Xolos, xullas keyingi qism 222 ta obunachi kelganidan keyin yana 1650 ta bo'lsak chiqadi. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Tugadi.